Mama sizga loyihani ko'rib beraman. Bu loyihaning hammasini men ko'rib chiqdim, bek yaxshi chizibsiz. Yoshingiz kichik bo'lgan bilan bek qobiliyatingiz bor ekan. Tushlik tomoq vaqtimi bo'lib qopti, tomoq yeb chiqamdik. Mayli. Men chaqiriq kimdan? May shirkatimizdagi oliy maktab yeshidik xizmatchi kim? Direktor bu meningki. Siz men shirkatga chiqishga qanchalik bo'ldi? 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy bo'lgan bo'lsa, moliya ishxonasiga chiqib, maoshingizni olib, ertadan boshlab men bizning shirkatga kelman. Biz oliy ma'lumotsiz xizmatchilarni ish olmaymiz, bir maktabingizni o'qing. Direktor mening xalqda tasavvurim bu shirkatga mos keldi ekan. Men cho'qim yaxshi ishlab boshqalarga o'zga bo'laman. Men haydab o'tman bo'lamdi. Men sizga maslahat sanmadim, balki buyruq qilyapman. Gap tushunamsiz ya? Direktor, dinlarni ishkaniyangiz bilan o'zim bir qo'liq tarbiyalagan. Uning har xil masalalarni hal qilish iqtidori bo'lsin yoki boshqa xizmatlarda shunday yaxshi ishlaydi. U nimani xato qildi? Ig'zingizni chiroyli yumamsiz, yoki yeyotganingizdan ayrilib qolamsiz. Men boshliqman shirkatda. Ayrıldım. Buguncha men haqqoniyat ustida ching turg'im turgan. Haqqoniyat? Sizniki haqqoniyat shumi? Men bizning shirkatninki qoidasi va siz bilamsiz yo'qmi? Oliy ma'lumotsiz, oliy maktab yeshidagi bolalarni shirkat ish qilishga bo'lmaydi. Agar bek haqqoniyat ustida ching turg'ingiz kelib ketgan bo'lsa, men xizmatingizni tuvanga tushirib, pastga bovalli ko'rinib turaman. Siz chiqib mashinangizni olib yo'qlang. Ay, direktor. Polis o'ldirgan. Ay, yo'q, acha sizni gapga qo'yg'im yo'q. Direktor, dinlar shuncha yaxshi degan tursa, u nimani xato qildi? Siz nima ish bunday qilsiz? Ishni chekib kirishimiz mumsiz. Ajaba shunchalar yo'g'nab ketdingizmi? Kechiring. Lekin dinlar bu oyda shirkatga qanchalik kirim yaratib yuqqansiz? Uni otasi nomrod kishilarga oilasi qiyinchilik qilib ekan. Har qanday odamning o'zining kuchiga tayanib, o'zining iqtidoriga tayanib, jon berish huquqi bor-ku. Ishni men qaror qilsam, sizga otqachilik qilishni kim qo'ydi? Chaqirib borgan qo'yna, chiqib maktabda o'qisin, kimni o'qishdan to'sabdi. Lekin direktor, uning kelgan chaqiriq noyatga shu o'tirib texnikumdan kelgan chaqiriq qog'ozga. Uning o'qish bilmi shunda qimmatgan. O'z nishon qilmaydi deb o'tamagan ekan, mush yerda qolib ishlash yaxshi emasmi? Men ishxonamdan chiroyliqcha chiqib ketaman. To'g'rimi? Men sizni xil oqko'ngil kishilarning dardiga yetadigan kishi deb o'ylab ekanman. Aksicha o'zining prinsipi chon turib, haqqoniyatga ko'z yumadigan odam kelsa emasmi? Mayli. Ashxonaga dinlar degan qiz kirdi. Kirsan ashkayliq mashina hisoblab. Mashkar savol qiraman. Ma'qul. Uni o'zing kirsin. Ma'qul bash. Kiram. Direktor. Olsam, O'zingiz o'ylagandek oliy maktabga o'tmay qolibsiz, ha? Ha, direktor. O'zim yoqtirgan oliy maktabga nomer chekim yetmadi. Lekin o'tir texnikumdan chaqiriq kelgan, lekin o maktabdan o'qish pulbek yuqori kelib, shun bag'im kelmadi. Men sizni bir uchuv bilan ta'minlay qaraman. U bilan muallim bilan Oblikin muallim birlashib, shu 2023-yillik oliy maktabga imtihon berish tayyorlik sinflari yechibdi. Ham bular uchun o'quvchilarni tarbiyalab qo'yibdi. Bularning shartlari shu bu yil imtihon berib oliy maktabga o'tmagan yoki nomer cheki yetmagan tabiiy o'quvchilar ekan. Bularninki mayli o'qitish sharoiti bo'lsin, hamma jihati shundan bek yaxshi. Uning ustiga shularning qo'lda o'qib, ichkilik donliq oliy maktablarga o'tgan o'quvchilar oz emas ekan. Menmo raskab qilsam ayni vaqtda shu muallimning qo'lda o'qib, endi u qanday donliq oliy maktabga o'tgan. Bularninki 16 yillik tajribasi bor. Men sizga shularning aloqa qilish numerini deb beray. Undan keyin siz o'qish pulidan hargiz g'am qilmang. O'qish pulingizni mayli qilib beraman. Ma'qul. Rahmat sizga, direktor. Men sizga aloqa qilish numerini deb beray. Ma'qul. 138 99 81 04 12. Shu numaraga telefon qilib yoki undidar qo'shib qolgan tafsilotlarni so'rashtirsangiz bo'ladi-mi? Oldin Aliga deb qo'ydim. Sizningki 2 oylik maoshingiz bilan maktabni o'qish pulini berib qo'ydingizmi? Ma'qul. Rahmat sizga, direktor. Ma'qul. Sog' Yaxşılıqqa yaxşılıq qiling. Hər qandaq bir adamning işi
yomonlikqa yaxshilik qilish qalbi go'zal mardlarning ishi